Banan tabiatning sariq mo'jizasi. Siz har kuni banan yeysizmi? Agar yemayotgan bo'lsangiz, hayotingizda ko'p narsani yo'qotyapsiz. Banan bu shunchaki meva emas, bu tabiatning sariq mo'jizasi bo'lib, har bir banan bu tabiiy energiya manbai. Uning ichida kaliy bor. Bu sizning yuragingizni himoya qiladi. Magniy stressni yumshatadi. Vitamin B6 asab tizimingizni tinchlantiradi. Triptofan kayfiyatni ko'taruvchi tabiiy modda hisoblanadi. Faqat bitta banan bosh og'rig'ini kamaytirib, me'dangizni yumshatadi va yengil energiya beradi. Bu kofe emas, bular haqiqiy ozuqa. Kunlik norma 1 yoki 2 dona. Ko'p yeb bo'lmaydi, chunki banan shakarga boy meva hisoblanadi. Agar 10 kun mobaynida har kuni banan iste'mol qilsangiz, uyqungiz yaxshilanadi, hazm tizimi yengillashadi, teringiz toza va nurli bo'ladi va eng muhimi, kayfiyatingiz ko'tarilib, sizda tabassum uyg'otadi. Banan sportchilarning do'sti, yurak bemorlarining yordamchisi va har bir inson uchun tabiiy sog'liq manbai hisoblanadi. Agar sizga ushbu ma'lumot yoqqan bo'lsa, do'stlaringiz bilan bo'lishing va mening sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Tabiat bilan birga sog'lom hayot sari qadam tashlang. Sizlar bilan doktor Namozov bo'ldi.